140 million qayerda edi-yu, endi nima bo'ldi bu? Ketdik enasin, sizga nima bo'lsa bo'ldi. Men tishmasa ko'tiga kirib ketdi o'zi. Endi bitta like bosib turinglar, ko'rayotganlar. Men tishsin endi, onasini emsin, ko'tiga kirib ketdi bo'lmasa. Davay. Shu joyda, mengda. Voy! Oningizga. Voy bila, hamma uxlayapti-da, baqira olmayman-da. Onasini yebsin men. Nima dedim? Bitta taxoning pulini soldimmi? Mundayroq taxo bera, onasiz sizga. 436 million. Soldimmi? Soldim. Ana shunday solaman-da. Husan bobo YouTube kanali bilan obunachilari o'zlari biladi. Faqat rekord summalar solamiz-da. Yangi kanalga yangi kontent bo'ldi. Hafta zanosi ham, boshqasi ham, o'zi men ko'rganlarimning ichida hali bundayini ko'rmaganman. Ertalabda yangi kabish keladi. Ajoyib bo'lib ketadi u yog'i. 444 million. Rekord. Husan bobo umuman mana shu Xpitga kirib kelgandan beri Layinbetda rekord summani solyapti. Mana Husan bobo. Voy. Ana bu yaxshi. 400, obshi 513 million bo'lib ketdi. 500 million ha? Rahmat hammaga. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.